Hop, yana baravar salom. Biza hozir stream qilishni o'rgataman sizlarga. Chunki stream chatida yozishdi, stream qilayotganda streamni qilishni o'rgating deb. Shuning uchun sizlarga mana Prism Life degan, Prism Live, ya'ni Prism Life degan priложение kerak bo'ladi. Hozir men bilan yutib boraman. Sizlarda ustama yutib turgan bo'ladi. Menda bilan yutib turibdi. Xullas, atigi hozir обновление 13 megabaytlik. Atigi priложение o'zi 13 megabayt. Bemalol ishlataverasizlar. Hozir обновление qilsin, keyin kiraman. Hop. Bo'la qol. Menimcha Samsungda ham bor, iPhone'da ham bor, iOS'ga ham bor, balkim yo'qdir. Men bilmayman. iOS'ga bormi, yo'qmi? Открыть qilasizlar eng birinchi o'rinda. Keyin kirgan bu ovozim eshitilyaptimi? Keyin bu yerda o'zingizdan yuzinglarni ko'rsatib ham olsa bo'ladi. Mana bitta video olib turibman. Mana shu yerda kamera degan joyda ekran, telefonni o'zini ekranida olaman desanglar, ekranni bosasizlar, agar xullas inglizcha bo'lsa ham xullas o'ng tomonini bosasizlar. Bosgandan keyin mana bitta настройка chat turibdi. Настройка belgisi. Mana shu sariq. Bitta bosasizlar. Keyin qaranglar. 16 ga 9 bor. Bu video ko'rinishida qiladi streamni. Bu 9 ga 16 ligi bor. Bu shorts qilib, stream shorts bo'ladi. Ya'ni ko'rasizlar-ku, YouTuberlar ham shortsli stream qiladi, o'shani qiladi. Keyin chiqamiz. Keyin mana readingni bosganingizdan keyin mana hozir stream. Bu yerda anonsi kачествоsi men 720p da olaman. 30 fps ekan, o'zi 60 da olish kerak. Bo'ldi. Har doim 60 fps tursa maksimal mana buni kbpsni rekon xullas 2,5 ga qo'yasiz. 2,5 ga qo'yasizda. Keyin shuni. Las ambi qaraganlarga qo'yaverasizlar. Endi o'zingizlar bilasizlar. Keyin men bossanglar, qaysidir kunga masalan ani o'qib qo'yadi. Nima edi? O'girib qo'yadi. Qaysidir soatga yoki kunga belgilab qo'yadi-da. O'shani qilsanglar bo'ladi. Ya'ni plan qilib qo'yasizlar. Bu yerda kanalinglar va bu yerga ism. Masalan, menga ismini yozasizlar. Nima deb? Masalan, birinchi streamim deb qo'yasizlar. Bu yerda описание. Описаниеga любой narsa. Masalan,
obuna bo'lib like bosing deb qo'yaman. Masalan, keyin mana bu bu planni hozir boshlasanglar bo'ladi. Go live bosinglar. Bu yerda keyin publichniy qilasizlar. Qaranglar. Bu faqat mancha silka bilan kiriladiganlar. Ya'ni masalan Telegram kanalidan yopiq. Mana bunisi yopiq. Bunisi silka bilan kiriladigan. Ya'ni silka turadi, ustiyosi kiradi stringga. O'shanaqa. Bu publichniy, любой joydan chiqib kiraveradi. Hamma bemalol ko'riladi. Xo'p. Keyin ikkinchisi bu bola uchun degani, birinchisi mana bu bola uchun degani. Mana bu bola uchun. Pastdagisi bola uchun emas degani, xolos. O'shani bola uchun emas qilib qo'yasizlar. Keyin bu yerda qanaqa nimalar, masalan, film animatsiya desanglar bo'ladi. Ya'ni filmlardan animatsiyalardan o'shaga stream qilsanglar. Video igrini bosib qo'ymay, ya'ni o'yinlar. Keyin har xil narsalar bor. Xullas shunaqa. Xo'p, keyin bu yerda qancha vaqt qilishinglar. O'rtacha, ko'p, past, o'sha qilaverasizlar. Bu litsenziya. Standartniy litsenziyada turadi bunda. Mana shunaqa qilib sakranlikda bosasizlar-da. Namdan go live bosasizlar. Stream boshlanaveradi. Go live bossanglar. Xo'p. Shunaqa. Xos bo'ldi. Stream qilish oson. Bas video shu narsalardan iborat edi. Hammaga xayr, sizlar bilan Shahplay. Bas bugun sizlar bilan stream qilishni o'rgandik.